Assalomu alaykum obunachilarim. Mana malina ko'chatlarimiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Sonlari chegaralangan. Mana bu yoqdagilarni sotib egalariga yetkazib berdik. Kelib olib ketishdi, ekishib oldi. Bu remontatni ko'chatlar o'zimizga keraklari qator oralarida qoladi. Keyin tagidan kesib olamiz, 5 sm qoldirib. Bahordan xudo xolasa kurtaklarni chiqarishni boshlaydi. Hozirda yana kurtaklar chiqib qolgan joylari bor-u. Endi rivojlanyapti mana. Ko'chatlar chiqishni boshlagan. Xudo xolasa hosilimiz zo'r bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, ko'chatlarimiz bor, aloqaga chiqinglar. Hozir ayni vaqtda ekish mavsumi. Bu qurib qolgan deb o'ylayotgan bo'lsanglar, qurimagan. Bu tagidan kesilsa yana yangi nodirlar, yangi hosillar xudo xolasa barokatli bo'lib chiqadi. Tavsiya qilaman, kimni parnilari bo'lsa, bo'sh joylari turgan bo'lsa, eksanglar, xudo xolasa sizlarga juda ko'p foydasi tegadi. Mablag' tomondan ham, vitamin tomondan ham hammaga yordam beradi bu ko'chatlarimiz, xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Bu yerlarda ko'chatlarimizni sotuviga chiqarib, o'zimizga qolgan malinalarimizni mana tagidan 5 sm qoldirib kesganmiz. O'g'itlar orasiga paraxalar tashlaganmiz. Yo'q joylarga ekdik. Paraxa go'nglar solib, endi xudo xolasa ammofoz, yana minerallar solib, tepasiga solib yerlarda haydaymiz xudo xolasa. Qolgan ishlarimizni yakunlab olsak, xudo xolasa yerlarda haydatamiz. Mana bu yoqda parnigimiz bor edi. Ko'rib turganlardek avval qulpinoy ekkanmiz, qulpinoyimiz yaxshi bo'lmadi. Ko'nglimizdagidek bo'lmadi. Endi bu yerga ham malina ekmoqchimiz. Yerlar tayyorlayapmiz, mana yumshatib, kavlab. Endi o'g'itlar qo'shib, bunga paraxalar solib, aralashtirib, o'g'itlar solib, malinalarni ko'chiramiz. Yerlarimizni tayyorlayapmiz. Endi o'g'it tayyorlashlarni ham xudo xolasa sizlar bilan bo'lishaman, ko'rsataman. 4 yildan beri shu bilan shug'ullanyapmiz, malina bilan. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Sog' daromadimiz ham yaxshi. Yani ishchilarni oyliklari vaqtida beriladi. Terimchilarni har kunlik beriladi. Ishlarimiz yaxshi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. O'g'itlarni shunaqa qilib ilab malina uchun tayyorlab olamiz. 2 martadan o'tkazib tayyorlab, paraxa, go'nglar, slidralar aralashtirib, xudo xolasa ekiladi. Go'nglarimiz seroq, kerak bo'lsa go'ng bilan ham ta'minlab beramiz. Aloqaga chiqinglar, telefon nomerini qoldiraman.